O'zbekiston bozorida yangi mahsulot bor akalar. PVH cherry pizza. Yongincha ham qiynavordi akalar bu bizni. Qip-pudab o'chirasiz. Hech bo'la bo'lmagan. Hozir artsak hattoki yana oldingidek boboyadek qip-qizil PVH cherry pizzalardan foydalansak, nimadan yutamiz degan akalarga. Birinchidan menimcha rang bo'yicha rangi juda ham tiniq. Qaranglar, qizili ham qip-qizil bitta plyus tarafi bor ekan. Masalan uchun tunikani endi yuqoriliga, qalinligiga qarab 30, 40, 50 qilib qo'yilardi va bu 60-70 ga reyka qo'yaverar ekansiz. Reyka tarafdan ham yutasiz. Menimcha usta haqidan ham o'shanga yarasha sal kelishtirilgan narxlarda bo'lsa kerak. Xo'p, keyin tunikanidan qilingan tomni tagidagi issiqlikdan ko'ra, buni tagidagi issiqlik pastroq bo'ladi. Chunki buni qalinligini ko'ryapsizlarmi? Anchada aka. 2,5 mm. 100 metr, 200 metrli devoringizni ustiga endi reyka to'qib tunika qoqtirmaysiz. Mana shuni shunday qo'yib qo'yasiz. Reykasi ham o'zida, tunikasi ham o'zida. 90 mingdan. Menimcha like bosishga arziydi akalar. Video davomida yana ham batafsil ma'lumot berganmiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Biznesmen tadbirkor quruvchi akalar. Bugun biz Farg'ona, Qo'qon shahar Osiyo qurilish mahsulotlari Optim joytiga kelganmiz. Yangiliklarimiz bor. Xo'p, yangilik shundan iboratki, yangi mahsulot kelgan. Ya'ni Xitoydagi mutaxassislar kelib O'zbekistonda shu joyda ishlab chiqarishyapti ekan, birga hamkorlikda. Hozir turlari hamda narxlari haqida batafsil to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Plus 80 gradusgacha issiq sovuqlarga, sovuqdan -40 gacha bemalol chidab beraverar ekan. O'zimizda sharoitda 15 yil xotirjam ekan. Bu narsa nima deganlarga? PVH cherry pizza. Ya'ni mana bu narsa to'liq cherry pizzani tushunib beradi. Uyingizga tomiga yoki maktabmi, bog'chami, choyxona, qay xullas tom bo'lsa bo'ladigan gullatib o'radigan narsa. Kvadratini aytaman, bitta like bosib qo'yasiz. Narxi yaxshi. 90 ming 1 metri. 1.5, 1.11 ligi ham bor. Keyin yana bitta zo'r narsa chiqibdi. Shlaka blok devorlarning ustiga, qayda devor bo'lsa ustiga shapka qilish kerak bo'lardi-yu. Reyka to'qib, ustiga tunika qo'y xizmat. Videoda qo'yib ketadigan zo'r narsa bor. Uni ham video davomida ko'rsatamiz. Bu yerga kelsalaring akalar, keyin sizlarga qurilishga nima kerak bo'lsa barchasi bor ekan. Ichkariga kiraylik, ichkarida ham qiziqarli narsalar bor. Xo'p, Qo'qon shahardagi akalar bo'lsa, usta akalar kelsalaring bo'laveradi. Narxlarda xudo xolsa chiroyli qilib berishadi. Optim. Endi bu yoqqa yuramiz. Bizi kanalda asosan uy qurilayotgan, joy qurilayotgan, qurilishga qiziqadiganlar ko'radi. Bu video ham aynan sizlar uchun qo'shimcha ma'lumot qilib ketyapman. Xo'p. Bo'yoqlarda ham kraskalar, emotsiya, hamma narsa bor ekan. Tepada aboy bor deyishdi. Katta aboylarni bitta ko'rib beramiz sizlarga. Menimcha assortiment ham yaxshi. Katta mana. Tart ketdi. Siz remontingizga tushadigan liboydan bor ekan akalar. Xo'p, aboylarimizga keladigan bo'lsak, hamma turidan bor. Narxlari bilan hattoki bir ikkitasini ko'rsatib qo'ying, kelib bemalol ko'rib ketsangiz bo'laveradi. Ana endi bugungi videoyimizda sababchisi bo'lgan PVH cherry pizza. Shu haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Bitta like bosib qo'ysang bo'ldi. Boshladik. Ana endi akalar turlari va narxlari haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Buni barcha aksessuarlari bor ekan. Ya'ni bundan uy qurmoqchimisiz yo biznesingizni ishlab chiqarish yo bog'cha maktablaringizmi, xullas qayda tomini qilmoqchi bo'lsangiz, hamma komplekti bilan 100% bitar ekan haqiqiy cherry pizza ko'rinishida. Bular narxlari qanaqa bo'ladi endi aka? Bular narxlari aka uzunligi 1 metrda bo'ladi. Har birining narxi 90 ming so'mdan to'g'ri keladi aka. Rangini qizig'i yo'q. Rangini qizig'i yo'q. Har metriga 90 mingdan sanaydi. Xo'p, Optim chakalar, doimiy olib ishlaydigan tom chakalar bor-da menda. Ularga qanaqa qilamiz Optimda?
Kelishamizmi? Ha, albatta ularga alohida chegirmalar, alohida hamkorlik, narxlar, tariflar taklif qilamiz. Tushunarli. Aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti bu. Xitoyda mutaxassislar bilan birga hamkorlikda chiqyapti ekan. Xo'p, undan tashqari mana asosiy narsani tushuntirib o'taylik. Bu hali shipperda uchiga qo'yiladigan joyda Bu aka nima bo'ladi-ku, anaga devor tortib qo'ygansizda, tepasini yopishingiz kerak. ha. Shunga bu tayyor yechim bu. Bo'ldi. Qo'yiladi. Devorni o'ziga shapkan. O'ziga, hech qanaqa narsa to'qiyotilmaydi. Devorni o'ziga yechim. Mana, молодец. Mana shu zo'r yangilik bo'libdi. 100 metr, 200 metr devorga men shilaka bloknikini bir qanday qildim. U ham palon bo'lib ketgan ichiga. Usta haqi, reka to'qitish, ustiga tunuka, ustiga kaziroy qilyapmasa, shuni o'zini qo'yib ketaveradi. Qisib ketaverar ekan, ha? Zo'r. Qanchadan beramiz donaga? 90 mingdan donasi. Bu ham. Ha, shuni narxini aytdik-da 1 metrda. Ha, mana qanchadan? Buni ham 1 metri 90 ming. Ha, bu ham 90 ming. Ha. Bu pagonometrga narx aytilyapti. Tushunarli. Akalar, ko'rib turibsizlar, har xil ranglari, turlari bor. Bucha? Bular tomda tepa qismi burchagi bu. Aha. Qancha chiqadi bular? Bu ham 90 ming bo'ladi. 90 ming. Yaxshi. Boya ko'rsatganimizni. Xadovoy ranglar O'zbekistonga moslarni tanlashgan ekan. Keyin o'zimizda hozir video davomida ko'rsatamiz bo'ladi turlarini 3 xil turi bor ekan. Ko'zimiz urgangan formadagisi bu. Xo'p, endi 11 gacha bo'lar ekan. Hozir video davomida bularni sizlarga batafsil tushuntirib beramiz. PVH cherepitsalar hozirgi kundagilar 3 xili bor ekan, uzunligi 6 metr bo'ladi. Xo'p, bu issiq sovug'i nima? Chidashi qanaqa? 80 issiqlikda darajaga javob beradi. -80 -40. 2,5 mm qalinlikda. Endi bo'yi necha chiqadi bo'ladi? Bo'yi 6 metr chiqadi. Endi guliga qarab turib 1.5 dan 1.11 gacha. 11 gacha. Bo'ldi. Rangi necha yil turib beradi endi aka buni? O'zbekiston sharoitida. Korxona 20 yil garantiya beryapti. Aha. 10 yil, 15 yil tursa ham akalar, bizning sharoitga yaxshi natija hisoblanadi.